Men Abdulaziz Davronbek, Obodon fuqarolar yig'ini fuqarosiman. Hozirgi kunda yoshlarga berilayotgan imtiyozli kreditlardan qanday turlari mavjudligi uchun sizga murojaat qilib keldim. Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilari. Demak, siz yoshlar kredit masalasi bo'yicha bizga murojaat qilgansiz. Kreditlarimiz hozir Agrobank tomonidan ishsizlar uchun kredit ajratilayotgan. Birinchi o'rinda hozir 5 million so'mlik kreditimiz mavjud. 1 yil muddatga beriladi. Yillik foiz stavkasi 25% dan beriladi. Ayollar uchun imtiyozli holatda 23% dan berilayotgan. Buning uchun siz o'zingiz band qilgan holatda soliqdan ro'yxatdan o'tgan holatda bizga murojaat qilasiz. Shu orqali 5 million so'm ajratiladi. Bundan tashqari yana biznesga ko'mak loyihasi doirasida ikkinchi kreditimiz mavjud. Bu 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan beriladi. Lekin bunda qo'shimcha holatda 3-chi shaxs kafilligi yoki sug'urta polisi orqali kafillik belgilangan holatda 4 yil muddatga beriladi. 17 million so'mgacha. Bundan tashqari yana mahalla loyihasi doirasida kreditimiz mavjud. Ushbu kreditimiz 5 yil muddatga, bu ham xuddi shunaqa qolgan kreditlarga o'xshagan 25% yillik stavkasini ayollar uchun 23% dan belgilab qo'yilgan. Bu ham 5 yil muddatga beriladi, 2 yil imtiyozli davr bilan. Bu ham xuddi shunaqa 3-chi shaxs kafilligi yoki sug'urta polisidan beriladi. Bundan tashqari agar siz tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, tadbirkorlik bo'yicha 1 yil davomida siz faoliyat yuritgan bo'lsangiz yoki yakka-takka tadbirkorlikda 1 yil davomida soliq to'lab aylana mablag' qilgan bo'lsangiz, unga qarab 100 million so'mgacha garovsiz kreditimiz mavjud. Garov bilan 300 million so'mgacha beramiz 7 yil muddatga. Bundan tashqari yana mahallalarda oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kreditlar mavjud. Ular o'sha 18% dan belgilangan. Onlayn holatda ariza jo'natgan holatda